Tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi hozir e'lon qilindi. Darhol ogoh bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduzi 23-25 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.